Charlie, sen dunyolar o'rtasiga o'tishni o'rganganga o'xshaysan, deyapti akalar. Lekin bu senga yordam bermaydi. Seni singling endi hech qachon uyg'onmaydi. Ko'rdamsan, tirancha ha. Bu kirishini qaranglar akalar, bir dunyo. Demaklar, mana bu kirishini qaranglar, bu kirma o'ziga pasha kirib ketadi. Kelyapti akalarimiz. Salom do'stlar, Odilxon Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Death Wark 2 o'yinini o'ynaymiz. Agar do'stlar videochamiz yo'q ekan bo'lsa, bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Chunki do'stlar, hali sizlarni bundan-da chotki videolar kutib turibdi. Do'stlar, bu Death Wark 2 o'yini juda ham qo'rqinchli o'yinlar sirasiga kiradi. 1-2 marta o'ynab ko'rganman, lekin qo'rqqanim uchun o'ynamaganman. Bu safar akalar, xudo xolasa mana shu o'yinni do'stlar oxirigacha yutmoqchiman. Demak, bu o'yinda ham akalar reklamalar juda ham ko'p ekan, chiloq etib reklamalarni ham kesib tashlaymiz. Birinchi akalar ko'zini ochyapti. Menimcha o'sha akalar Death Wark 1dagi uy aynan o'zi prosta doskani kattartirib qo'yibdi. Unda akalar salgincha maydaroqda ozguncha, demak birinchi navbatda akalar mana shu yerdan kaltni tekshiryapmiz. Xo'sh akalar, bu yerda kalt yo'q ekan, bu yerga gamerlar ismini yozgan, mana shu VBD Place taniyman, ko'pchilik ham tanisa kerak. Keyin akalar Sync nodasini ko'rmay qo'yganman. Singlingni tekshir deyapti. Davay akalar, men eshikni ochamiz. Akalar, davay ota-onamizning xonasiga o'tamiz. Yaxshi akalar. O'sha akalar, mana videosi boshlandi. Buni rasmda kod akalar pastga tiramiz. 121189 o'sha safe'da, ya'ni korotchi kodi. Davay akalar, mana yerga teraveramiz. 121189 da adashmasam, akalar bo'ldi. To'g'ri ekan. Bizga nimadir sotib olishni aytayapti. Yo'q akalar, buncha pulimiz yo'q, narsa sotib olgani bu yerdan akalar biz qurol oldik. Va akalar mana shu qizil sharikni jo'natdi. Bu sharik yordamida biz ana masxarabozda akalar usiga o'tsak bo'ladi, uni dunyosiga. Demak akalar, masxarabozda dunyosiga o'tamiz, uni dunyosi juda ham vahimali. Juda ham qonli akalar, o'shandaqa seni onang hech qachon qaytmaydi. Vahaha deb akalar yozib ketgan ekan. Qaytmasa qaytmas, o'zim hal qilaman. Demak akalar, singlimizni tekshiramiz. Yo'q akalar, masxaraboz kelibdi. Salom Charlie, sen dunyolar o'rtasiga o'tishni o'rganganga o'xshaysan, deyapti akalar. Lekin bu senga yordam bermaydi. Seni singling endi hech qachon uyg'onmaydi. Uni men miyasini o'g'irlayapman, ya'ni akalar singlimizning ruhini o'g'irlab ketayotgan ekan. Tez orada uni butun umr haqiqiy hayotdan bo'saman. Ha. Seni tanang bu yerda uzoq aptechkasiz bardosh berolmaydi akalar. Bizga aptechka kerak ekan. Bizga yana nimadir demoqchiman. Bo'ldi akalar. Meni to'xtatishga urinma. Hech qachon tez orada ko'rishamiz, deyapti akalar. Mayli, birachga kelsang ketaver, lekin seni to'xtatib qo'yaman, birachga aytib qo'yay. Xo'sh, sen meni akamni o'ldirding va men seni singlingni jo'q qilaman, kelsa akalar o'zingni ham o'ldirib yuboraman, deyapti. Mayli akalar, buni xonani ochib qo'yamiz. Yaxshi akalar, endi akalar yana ota-onamizning xonasiga qaytib, buni sharikni yorib o'zimizning dunyomizga qaytmasak bo'lmaydi. Boya aytgandek akalar, bu dunyoda ko'p aptechkasiz biz dosh bera olmaymiz akalar. Davay. Endi no eshik qulflanib qoldi. Bayna biz kirgan eshik va akalar mana yoqda eshikni ochdik. Singlimiz shu yerda. Qani, akalar bo'ldi, uyg'onmas ekan, singlimizni uxlatib ketdi. Maymunzoda qarsak chalyapsan a. Singlimni o'g'irlab ketganiga xursand bo'lyapti akalar. Shu maymun ham bilib qo'ying akalar, maymunlar odamlarga do'st bo'lmaydi, shuni bilib qo'yinglar. Mayli akalar. Hech qisi yo'q. Biz yo'limizda akalar sekingina davom etaveramiz. Reklamalar akalar juda ham odamni joniga tegdi. Mayli, hozir akalar biz birinchi navbatda korotchi oshxonaga borishimiz kerak. Oshxona mana shu yerda turibdi. Mana akalar o'zi yaltirab turibdi. Biz mana shu fonarni olishimiz kerak. Chunki akalar hozir yerto'laga kiramiz. Yerto'lani ham qulflab tashlagan bir-ku. Kalt ko'ppa deyman akalar, bu qulf tekinma deyman bu taraflarda. Demak akalar, bizga yana bitta mana sharik jo'natib o'tiribdi. Bu sharikni korotchi yorsak hamma eshiklar akalar avtomatik ravishda ochilib ketadi. Prosta do'stlar, biz masxarabozda dunyosiga o'tamiz va akalar u bizga zarar berishi mumkin. Shunisi yomon akalar. Yana bitta reklama qo'yib yubordi, borku, reklamasiga meni ham qo'yib yuborgim kelyapti. Mayli akalar, sekingina tushamiz. Bo'ldi akalar. Nimaga fonar yonmayapti desam, yonayotgan ekan. Demak, bu yerlarda akalar biz yaxshilab tekshirish kerak akalar. Bitta ko'z bilan emas, ikkita ko'z bilan tekshirish kerak mana akalar. O'rtoqdik, aptechka o'g'larda akalar mana shu yerdan terib ketishimiz kerak. Juda ham bizga kerak bo'ladi. Tepada nimadir yaltiraganday bo'ldi. Xo'sh, yo'q akalar, bo'ldi. Hech narsa ekan, deraza ekan akalar. Xo'sh, nimadir bo'lishi kerak akalar. Mana buni o'qni ham qo'yamiz akalar. Yaxshi bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Demak, bu yoqlarda akalar tekshirdik. Yana bu yerda ham narsa yaltiryapti, kulich. Bu kulich ham akalar bizga tepani ochgani kerak bo'ladi. Chekkalarda ham hech baloy bitta yo'q ekan. Mayli akalar, sekingina tepaga chiqamiz. Qoni birinchi ham bu yerda ochib, yo'q akalar, bu yer qulf, bu ham qulf. Xo'sh akalar, bo'ldi, mana shu yer ochiq ekan, bu yerda ham bitta o'q bor ekan. Aksiga akalar, ko'ryapsizlarmi, o'tirib olaman desam, o'tirgichni yonida videoga olib turibdi-da.
Mayli akalar. Boyda akagan kulchimiz bilan akalar korotchi mana shu yerda akalar yechib tashlashimiz kerak. Hamma boltini keyin akalar qissaga hisob akalar suraveramiz boltlarni. Bo'ldi akalar, da sekingina kiramiz va akalar mana bu yerda biz to'g'rilashimiz kerak. Hozir ya'ni akalar bu yerda kod bor, save kodi. Birinchisi akalar 3 bo'lsa kerak, ikkinchisi bo'lsa aniq 8. Akalar anig'imiz tip-tiniq 8 ekan, buni 4 bo'lsa kerak akalar menimcha. Yana bilmayman akalar, bo'ldi bu 5 ekan akalar. 4 deb o'tiribmiz. Hozir buni raqamni ko'rib olamiz. 7 deb o'ylabman, 38 akalar. Короче 45 ekanda 38 45 rasmda to'liq bitirmasdan anaviga bossa olarmikan mana sharikni yorib o'ramiz. O'zimiz dunyomizga o'tishimiz kerak akalar. Safety короче kodni terishimiz uchun o'shdaymi mana bu yerda aptechkalarni ham olib qo'yamiz. Kerak bo'ladi akalar. Jon to'ldirishga 4 ta aptechka bor ekan. Yaxshi akalar. Demak, mana bu yerda ham bitta qolib ketgan ekan. Sal qolganda ko'rmasdan o'tkazib yuborardik. Mayli akalar. Demak, bu yerga akalar biz xos kod teraveramiz. Qani 38 45. Yaxshi akalar, to'g'ri ekan. Xo'sh, bu akalar nima desalar, uyimizni kalti chiqaydigan uy. Mana bu yerdan akalar o'yinni saqlanib qo'ylikda. Agar masxara biz meni o'sha bo'lsa do'stlar, mana shu yerdan bemalol qaytsak bo'ladi. Tavay akalar, endi yana akalar o'sha masxaraboz uyga o'tamiz. Lekin eng xavfli joylari kelyapti do'stlar akalar. Masxaraboz uyning ichiga kiradi. O'sha joy akalar odamni yaman yuragini olib akalar tirillatib tashlaydi. E'tibor bermaysizlar. Mayli akalar, mana shu yerdan eson omon o'tib olsak bo'ldi. Bir marta adashib qoldim akalar, yo'lni topolmay qoldim. Endi akalar yo'lni yotdan bilib olganman. Mana shu yerdan o'tamiz, yaxshi akalar tepaga chiqib ketamiz. Va ketdik akalar, davay. Endi hozir akalar o'zimizning dunyomizga o'tishimiz kerak. Qoni birachga. Davay, nima deyapti? Sen shu yerdamisan, tirancha ha. Bu kirishini qaranglar akalar, bir dunyo sharik olib kelib tashadi. Biz hozir akalar mana shariklarning ichida eng to'g'ri sharikni topib yorishimiz kerak. O'shandagi o'zimiz dunyomizga o'tsak, bularni masxara boz yugurib kelyapti. Qo'yib birachga hozir ushlasa kerak. Yomon quloqdan cho'za qoch, ey. Buni tiralganini qaranglar, buni ham yoramiz. Haqiqiy sharik qattiq ekada. Nima akalar, masxara bosini o tomondan kelsin. Ana bo'ldi akalar, keldi. Ben shida tez yuryapti bor ko'p. Nima birachga mana bu yerdan sharikni ham yoramiz. Haqiqiy sharik qayerda ekan? Kelishini qaranglar akalar. Davay. Mana shu yerda o'z akalar masxara bos chiqib kelamiz. Kela qol birachga ham endi nos bor, nos beraman. Davay birachga buni ham yor. Yaxshi akalar, oshxonadagilarni ham yoramiz. Davay kelmayapti bu tepadagini ham yor birachga tez. Davaylar buni bu kirishini qaranglar, bu kirma o'zingga pasha kirib ketadi. Kelyapti akalar, masxara bos sekingina aldaymiz. Yaxshi akalar, aldadik bir baloqim. O'sha yana qayerda sharik qoldi? Uni ham yoramiz. Haqiqiy sharik topilmayapti. Yaxshi akalar, uddalolmayman deb o'yladim, masxara bos tutib olishiga ham akalar ozgincha qoldi. Короче, hozir akalar uyimizda tashqarisiga chiqamiz. Bizda kalt bor deb chiqish yo'li akalar, o'sha qattiqdan akalar mana o tomonda ekan. Demak akalar, sekingina chiqamiz. Qarich do'stlar, mana shu yergacha yetishdi. O'rgandim. Qolganini ham akalar albatta o'ynayman. Agar do'stlar sizlar kanalga obuna bo'lib, shu videoga bitta like bosib qo'ysalang, albatta do'stlar davomini chiqar